Mana quyon ishqibozlarga yana bitta yangiligimiz Gold Crow fermasida. Massa kormimiz mana veterinar asosida chiqarilayotgan mana kormimiz Andijonga Gold Crow fermasiga yetib keldi. Bu kormdan mana hamma zotdor har xil turdagi zotli quyonlarimizga berishni boshladik. Xudo xolasa mana 2-3 kundan keyin bu kormni sotuvga chiqaramiz. Sizlar ham berib ko'rishinglar mumkin. Hamma quyonlarga mana shu kormdan berib chiqdik. Kormni sifatini bitta ko'ringlar, yaqinroq kelib ko'rsating. Kormni sifatini ko'rishinglar mumkin mana. Hech qanaqa o'g'i ham yo'q. Doni ham katta emas. Tishlaganda sinib og'zidan tushib ketadigan holatda emas. Xudo xolasa Gold Crow fermasidan xarid qilishlar mumkin. Andijon shaharida Qalandarxonaning oldida, Qoraqo'rg'on masjidi oldida manzilimiz. Bundan tashqari yem idishlarsizlarmi, suv idishlarsizlarmi, bunkerni beday idishlar har xil turdagi mana shunaqa yem idish, don idishlarimiz ham mavjud. Kelib bemalol xarid qilib ketsanglar bo'laveradi. Gold Crow fermasiga kelaverasizlar, 25 kilosi 160 ming so'mdan.